Burningni suqma. Makron Lukashenkoga telefon qilib urushga aralashmaslikka chaqirdi. Chechenistonning Ahmad maxsus batalyoni jangchilari Kursk viloyatida raketa hujumiga uchradi. Eron yangi maxfiy tizimni ishga tushirdimi? Isroilning radarlar ko'rmaydigan droni urib tushirilgani aytilmoqda. O'zga sayyoraliklar nihoyat tasvirga olindimi? Pentagon videolari dunyoni larzaga soldi. Zelenskiy Oreshnik zarbasidan keyin keskin bayonot berdi. Ukraina endi qanday javob qaytaradi? Erdo'g'on Eron bo'yicha yangi o'yin boshladimi? Yaqin Sharqda kuchlar muvozanati o'zgarishi mumkin. Sedanachi kompaniyasidan erkaklar uchun maxsus mahsulot. Prostamix erkaklar salomatligi uchun tabiiy yechim. Agar sizni prostata shamollashi, ichki diskomfort yoki turli noqulayliklar bezovta qilsa, unda Prostamix aynan siz uchun. Prostamix prostata faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi va jinsiy zaiflik kabi muammolardan butunlay qutulishga yordam beradi. Eng muhimi, natijasini birinchi haftadayoq sezasiz. Batafsil ma'lumot olish uchun 55lik kodi bilan 503 2200 raqamlariga sim qoqing. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Belarus fuqarosi Aleksandr Lukashenko bilan telefon orqali muloqotda uni Ukrainadagi mojaroga aralashmaslikka chaqirdi. Bu haqda TV1 telekanali xabar berdi. Telekanal ma'lumotiga ko'ra, Macron Lukashenkoga Belarusning Yevropa bilan munosabatlarini yaxshilash uchun zarur choralarni ko'rishni ham taklif etgan. Belarus prezidenti matbuot xizmati telefon suhbati Fransiya tomoni tashabbusi bilan bo'lib o'tganini ma'lum qilgan. Davlat rahbari mintaqaviy muammolar hamda Belarusning Yevropa ittifoqi va xususan Fransiya bilan munosabatlarini muhokama qildi, deyiladi rasmiy bayonotda. Macron va Lukashenko oxirgi marta 2022-yil 26 fevral kuni Rossiyaning Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyasi boshlanganidan 2 kun o'tib telefon orqali muloqot qilgan edi. May o'rtalarida Rossiya va Belarus qo'shma yadro mashg'ulotlarini o'tkazgan. Rossiya Mudofaa vazirligi mashg'ulotlarida 64 ming harbiy xizmatchi, 7800 dona harbiy va maxsus texnika, 200 ta raketa qurilmasi, 140 dan ortiq uchish apparati, 73 ta harbiy kema va 13 ta suv osti kemasi ishtirok etganini ma'lum qilgan. Chechenistonning Ahmad maxsus batalyoni jangchilari Kursk viloyatida raketa hujumiga uchradi. Chechenistonning Ahmad maxsus batalyoni jangchilari joylashgan hududga Rossiyaning Kursk viloyati hududida kuchli raketa zarbasi berilgani haqida Ukraina Telegram kanallari va bir qator harbiy kuzatuv manbalari xabar tarqatdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, zarba Ahmad bo'linmasining dala lageri yoki tayyorgarlik bazasiga berilgan bo'lib, hujum vaqtida hududda ko'plab chechen jangchilari bo'lgan. Internetda tarqalgan videolarda portlashdan keyin katta yong'in, kuchli ikkilamchi portlashlar va texnikalar yonayotgani ko'rinadi. Ukraina tomoniga yaqin kanallar hujum yuqori aniqlikdagi HIMARS yoki uzoq masofali raketa tizimlari orqali amalga oshirilgan bo'lishi mumkinligini yozmoqda. Ayrim manbalarda zarba Ahmadning yangi kelgan jangchilari yig'ilgan paytda amalga oshirilgani aytilmoqda. Shuningdek, ayrim Ukraina harbiy blogerlar va Telegram kanallari zarba oqibatida bir nechta qo'mondonlar ham yo'q qilingani haqida da'vo qilmoqda. Hozircha bu ma'lumotlar mustaqil manbalar tomonidan to'liq tasdiqlanmagan. Ahmad kuchlari esa urush davomida Ukraina frontining eng og'ir hududlarida faol qatnashib kelayotgan bo'linmalardan hisoblanadi. So'nggi oylar davomida Kursk viloyati Rossiya-Ukraina urushining eng keskin hududlaridan biriga aylandi. Ukraina kuchlari dronlar va raketa tizimlari orqali Rossiya hududiga, logistika markazlari, harbiy lagerlar va qo'mondonlik punktlariga muntazam hujum qilmoqda. Ayniqsa Kursk va Belgorod viloyati atrofida vaziyat tobora keskinlashib bormoqda. Ayni paytda Rossiya Mudofaa vazirligi mazkur hujum bo'yicha rasmiy qurbonlar sonini e'lon qilmagan. Rossiya parast kanallarida esa ayrim ma'lumotlar inkor qilinmoqda yoki yo'qotishlar kamayib ko'rsatilmoqda. Shu sababli hozircha halok bo'lgan jangchilar soni bo'yicha aniq raqamlarni mustaqil tasdiqlash qiyin. Eron yangi maxfiy tizimni ishga tushirdimi? Isroilning radarlar ko'rmaydigan droni urib tushirilgani aytilmoqda. Eron janubidagi Hormuzgon viloyatida Bandar Abbos yaqinida Isroilga tegishli razvedka droni urib tushirilgani haqidagi xabarlar Yaqin Sharqdagi keskinlikni yanada kuchaytirdi. Eronning Mehr agentligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakat havo mudofaa kuchlari stealth texnologiyasiga ega bo'lgan radarlar uchun deyarli ko'rinmas hisoblangan Isroil dronini aniqlab, maxsus maxfiy tizim yordamida yo'q qilgan. Ma'lumotlarga qaraganda, dron Fors ko'rfazi hududi va strategik dengiz yo'llari ustida razvedka missiyasini bajarayotgan.
o'tkazayotgan bo'lgan. Eron harbiylari Apparat dengizidagi muhim obyektlar hamda harbiy infratuzilmalar ustida harakatlanganini bildirgan. Qoldiqlar keyinchalik Fors ko'rfazi suvlaridan topilgan. Ayrim manbalarda bu apparat Isroilda ishlab chiqarilgan Arbiter turidagi razvedka droni bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Hodisa aynan Hormuz bo'g'ozi yaqinida yuz bergani sababli vaziyat xalqaro e'tiborni tortdi. Chunki bu hudud dunyodagi eng muhim neft va gaz transport yo'llaridan biri hisoblanadi. So'nggi oylar davomida bu mintaqada AQSh, Isroil va Eron o'rtasidagi harbiy faollik sezilarli ravishda oshgan. Ayrim tahlilchilar Eron Majid yoki Sevam Hardad kabi yangi avlod zenit tizimlaridan foydalangan bo'lishi mumkinligini taxmin etmoqda. Bu tizimlar aynan kichik va ko'rinmas dronlarni aniqlash uchun ishlab chiqilgan. Isroil armiyasi esa hozircha ushbu hodisa bo'yicha rasmiy bayonot bermadi. Biroq Isroil oavlari ayrim harbiy manbalarga tayangan holda Adifi voqeadan xabardor emasligini yozmoqda. Mutaxassislar fikricha, Bandar Abbos yaqinidagi ushbu hodisa oddiy dron urib tushirilishi emas, balki Fors ko'rfazidagi katta geosiyosiy qarama-qarshilikning yangi bosqichi bo'lishi mumkin. Chunki aynan shu hududda AQSh harbiy kemalari, Eron dengiz kuchlari va Isroil razvedka faoliyati bir-biriga juda yaqin masofada harakat qilmoqda. O'zga sayyoraliklar nihoyat tasvirga olindimi? Pentagon videolari dunyoni larzaga soldi. AQSh Mudofaa vazirligi Pentagon tomonidan noma'lum uchar obyektlar, ya'ni UAV bilan bog'liq yangi videolar va maxfiy materiallar e'lon qildi. Bu safar ommaga ilgari sir saqlangan o'nlab videolar, harbiy uchuvchilar hisobotlari va guvohlarning ko'rsatmalari taqdim etilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, videolarda osmonda juda tez harakatlanayotgan, shaklini o'zgartirayotgan yoki oddiy aerodinamika qonunlariga bo'ysunmayotgandek ko'rinadigan obyektlar aks etgan. Ayrim yozuvlarda yashil sharlar, sigara shaklidagi jismlar va dengiz ustida birgalikda harakatlangan noma'lum obyektlar ko'ringani aytilmoqda. Pentagon bu materiallarni Pursuit deb nomlangan yangi dastur orqali bosqichma-bosqich ochiqlamoqda. Ushbu loyiha AQSh hukumati razvedka tashkiloti, NASA va boshqa agentliklar arxivlaridagi UAV hujjatlarini ommaga chiqarishni maqsad qilgan. Yangi videolarning eng shov-shuvlisi 2023-yilda Michigan osmonida AQShning F-16 qiruvchi samolyoti tomonidan urib tushirilgan noma'lum obyekt tasviri bo'ldi. Infraqizil kamera orqali olingan videoda romb-simon obyekt havoda muallaq turgani va keyin razvedka zarbasi bilan parchalangani ko'rinadi. AQSh hukumati hozircha bu obyektlarning kelib chiqishi haqida aniq xulosa bermagan. Pentagonning UAV bo'yicha maxsus bo'limi ko'plab holatlar uchun yetarli ma'lumot yo'qligini bildirgan va yerlik bo'lmagan texnologiya topilgani haqida hech qanday dalil yo'qligini ta'kidlagan. Zelenskiy Oreshnik zarbasidan keyin keskin bayonot berdi. Ukraina endi qanday javob qaytaradi? Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning Kiyev va boshqa hududlarga uyushtirgan navbatdagi yirik hujumini urush boshlanganidan buyon eng og'ir zarbalardan biri deb atadi. Uning aytishicha, tunda Ukraina hududiga jami 90 ta raketa va qariyb 600 ta dron uchirilgan. Ulardan 36 tasi ballistik raketalar bo'lib, aynan shu raketalar eng katta xavf tug'dirgan. Zelenskiy bayonotiga ko'ra, hujumning asosiy nishoni Kiyev bo'lgan. Rossiya armiyasi poytaxtga bir nechta to'lqinda zarba bergan. Kuchli portlashlar butun tun davomida eshitilgan. Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimlari ko'plab raketa va dronlarni urib tushirishga muvaffaq bo'lgan, biroq barcha ballistik raketalarni to'xtatishning imkoni bo'lmagan. Natijada turar joy binolari, maktablar, savdo obyektlari va infratuzilma jiddiy zarar ko'rgan. Ukraina rasmiylari ma'lumotiga ko'ra, hujum oqibatida kamida 4 kishi halok bo'lgan, 80 dan ortiq odam jarohatlangan. Kiyevning deyarli barcha tumanlarida yong'inlar kuzatilgan. Ayrim hududlarda elektr va suv ta'minoti uzilishlari yuzaga kelgan. Shuningdek, Ukraina tashqi ishlar vazirligi binosi va hukumat obyektlariga ham zarar yetgani aytilmoqda. Zelenskiy ayniqsa Rossiyaning Oreshnik gipertovushli raketasidan foydalanganini alohida urg'uladi. Uning so'zlariga ko'ra, ushbu raketa Kiyev yaqinidagi Belotreskova shahriga qarata uchirilgan. Ukraina tomoni Oreshnikni Rossiyaning eng xavfli va deyarli ushlab bo'lmaydigan raketalardan biri deb hisoblamoqda. G'arb matbuoti ham bu hujumni urushdagi eng xavfli eskalatsiyalardan biri sifatida baholadi. Rossiya Mudofaa vazirligi esa hujumlar harbiy obyektlarga qaratilganini da'vo qilgan. Moskva bu zarbalarni Rossiya nazoratidagi Lugansk hududiga uyushtirilgan Ukraina dron hujumlariga javob sifatida ko'rsatmoqda. Rossiya tomonining iddao qilishicha, avvalgi Ukraina hujumlarida tinch aholi vakillari halok bo'lgan. Kiyev esa bu ayblovlarni rad etib, faqat harbiy nishonlarga zarba berilganini bildirgan. Erdo'g'on Eron bo'yicha yangi o'yin boshladimi? Yaqin Sharqda kuchlar muvozanati o'zgarishi mumkin.
Rasmiy Anqara Washingtonga Eron bilan ehtimoliy kelishuvni amalga oshirish uchun har qanday yordamni ko'rsatishga tayyor. Bu haqda Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'on, AQSh prezidenti Donald Trump hamda mintaqa yetakchilari bilan video konferensiya formatidagi muzokaralar chog'ida ma'lum qilgan. Turkiya prezidenti administratsiyasi huzuridagi kommunikatsiyalar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, video konferensiyada Bahrayn qiroli Hamad bin Iso al-Hafifa, Birlashgan Arab Amirliklari prezidenti Shayx Muhammad bin Zoid al-Nahyan, Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad al-Soni, Misr prezidenti Abdul Fattoh as-Sisi, Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon, Iordaniya qiroli Abdulla II, Pokiston qurolli kuchlari bosh shtabi rahbari Asim Munir hamda AQSh prezident administratsiyasi vakillari qatnashgan. Muzokaralarda Yaqin Sharqdagi vaziyat, xususan Eron atrofidagi jarayonlar muhokama qilingan. Erdo'g'on Turkiya doimo muammolarni muloqot va diplomatiya orqali hal qilish tarafdori ekanini ta'kidlagan. Turkiya rahbari Donald Trump e'lon qilgan Eron bilan diplomatik jarayon ma'lum bosqichga yetganidan mamnunligini bildirdi. Erdo'g'onga ko'ra, erishish mumkin bo'lgan kelishuv mintaqadagi barqarorlikni mustahkamlab, Hormuz bo'g'ozi orqali erkin kemalar harakatini ta'minlaydi va bu jahon iqtisodiyotiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Turkiya prezidenti muzokaralar jarayoniga hissa qo'shgan davlatlarga minnatdorlik bildirib, Anqara ehtimoliy kelishuvni amalga oshirish bosqichida har qanday yordamni ko'rsatishga tayyor ekanini qayd etgan. Erdo'g'on shuningdek, Turkiya butun mintaqada tinchlik o'rnatishga intilayotganini aytib, Eron masalasi jumladan yadroviy muammo bo'yicha ham murakkab ko'ringan masalalar yuzasidan maqbul yechimlar topish mumkinligiga ishonch bildirgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.